Buxoro neftni qayta ishlash zavodiga kirish tartibi haqida bilasizmi? Zavodga tashrif buyurgan har bir mehmon mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi mutaxassislari tomonidan shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali kirish yo'riqnomasidan o'tkaziladi va kerakli hujjatlarga qayd qilinadi. Zavod ishchi xodimlari esa o'zlariga tegishli bo'lgan maxsus ruxsatnoma orqali zavod hududiga kirib chiqishadi. Shu yerda diqqat qilishingizni so'raymiz, chunki zavod hududiga quyidagi vositalarni olib kirish qat'iyan man etiladi. Mobil aloqa vositalari va ularning aksessuarlari, axborot tashuvchi vositalar, fleshka disk, kompakt disklar, foto va video apparatlar, mini notebook hamda kompyuterlar, tamaki mahsulotlari, gugurt va zajigalkalar, spirtli ichimliklar, portlovchi va yengil alangalanuvchi moddalar. Aytgancha, zavodga kelishda yopiq oyoq kiyim va yopiq usti-boshda kelishni unutmang. Bu haqda to'liq ma'lumotni keyingi videolarimizda aytib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.